Hammaga assalomu alaykum. Mana men bugun shoxga donozikida yutqizib qo'ydim. Shunga bitta bizda challenge. 24 soat men shoxga hop deyishim kerak ekan. Endi nima bo'ladi? Bu yog'ini videoda ko'rasizlar. Va birinchi shartim bu Dubayga 2 kishilik bilet. Birinchi shart o'zida juda ham qiyin bo'ldi. 2 kishilik Dubayga bilet so'radi. Dubayga bo'lsa Dubayga, biz aeroportga yo'l oldik. Shoh, bilet tayyor. Dubayga ketilyapti. Keyingi желание nima endi? Keyingi желаниemi? Xudo xohlasa Dubayga boradigan bo'lsak, обязательно bitta lyuksовый mashinada o'tirishimiz kerak. Lyuksовый mashina? Qanaqa? Max bo'lsa Max. Men hop deyishim kerak hamma narsaga. O'shanga bo'ldi, hozir Max bron qilaman. Bizani aeroportda Max kutib oladi. Bo'ldi. Biz uchun bu hammasi mana hozir metroga chiqdik-ku. Xavotir olmang, pulini o'zim to'layman. Bu aeroportda tekin metro bor, esingizda. Shoh, Qancha gapimda turyapman. S-klass olamiz. Yo'q, qanaqa S-klassiga gap bo'lmagan. Max degansiz. Hozir Maxni bron qilganman shu kompaniyadan. Shaldira olasizmi? Просто logotip Max turgan. Killida bo'lardi. Maxni hozir ko'rasizlar, o'zingizlar ko'rasizlar. Yoqadi, shoxga yoqadi, и подписчикларga ham yoqadi, yoningizda. Ana. Bo'ladimi yo shu ham yoqmadimi? S-klassga yetib bormaydi-yu, lekin как-то что-то. Ya, shoh endi. Normalniy, bunaqa Шикарный mashina, действительно, yaxshi zo'r. Hozir o'tib ko'ramiz. Ishga qarayapti. masalan, men uchun bu sredniy klass mashina. Chunki bundan pastlari bor. Lekin men uni bron qilmadim. Mana siz uchun hop dedim, yaxshisini qildim. Sredniy klass sizga bo'ladigan bo'lsa, первый klassni ham olsiz ekan, o'zingizmi? Ya, bo'ladi. Hozir mashinaga o'tirib, mashinani ozgina obzor qilamiz. Xullas, mana mashina oldik, bagajini ochib, narsalarni solamiz. Mana hamma narsalarimizni shotga solgan holda suramiz. Bu yoqdan. Shoh. Nima, bo'ladimi? Zo'r. Yaxshimi? Yo'qotdi. Ana bo'ldi. S-klassga yetmaydi-yu, lekin menga yoqyapti, yaxshi. Endi yomon emas-da, to'g'risi. Mana bunaqa Maxda yurish, taksidan yurishdan yaxshi. Buni hozir sizlarga polniy mana bitta massaj hamma narsasi bor. Qora mashina. Buni ko'pchilik biladi. Mercedes C200. Takoy sredniy klass mashina hisoblanadi. Mana orqalarini ham mana shunaqa chiroyli mashina. Shoxga yoqqan degan umiddaman. Hozir biz bu mashinada shahar ozgina aylanib, keyin shoxdan so'raymiz. Yana nima желание etadi, ko'ramiz. Yoki hozir aytasizmi? Yo'q, hozir ozgina yuraylik, o'zimga olaylik. Bo'ldi. Mashina shartini ham bajarib, Birlashgan Arab Amirliklari Dubay shahriga yetib keldik. Xo'sh, shoh. Mashina yoqyapti, mashina zo'r, chotki. Endi lekin bizga uxlashga otel kerak. Shuni o'ylab turdim. Endi mashinaga normalniy pul ketkazib qo'ydim-da, o'shanga bitta hostel qaryapman. Nima deysiz? Hostel? Yo'q, xafa bo'lmaydi. Bu yerda qolamiz. Xafa bo'lmang. Qolsangiz siz qovurasiz. Siz o'sha hostel qovurasiz, lekin meni normalniy otelga solib qo'yasiz. Agar yoqmasa otelingiz, boshqa otelga ko'chirasiz. Yomon qiynalmasdi. Men ham derdim, hop deyishdan boshqa nima deyman? Bo'ldi, hop. 4 yulduz yo 5 yulduzli otel qilib beraman o'ziga. Endi o'ziga qilgandan keyin men ham o'sha yerda qolaman. Hozir siz hostelni qovuring, reklam bo'ladi. Yo'q. Mayli, unda 4 yulduzli otel olamiz. Yo 4 yo 5 yulduzli olamiz. Hozir topaman. Shu shart bilan sizga yoqmasa boshqasiga o'tamiz ham. Yoqmasa boshqa. Bo'ldi. Men shunaqa otel qarayman, sizga yoqadi. Bo'ldi, bu shart ham bajariladi. Ketdik. Yo'q, men unaqa odam emasman. Normal otel bo'lsa o'tiramiz. Bo'ladi. Bu ozgina qiynayman. Shohda. Bo'ladi. Nechta
aytyapmanmi? Shoh, mana 4 yulduzli mehmonxonaga olib keldim. Qalay bo'ladimi? Kirorish yoqyaptimi? Могло быть и лучше, сама. Zo'r, yaxshi. Hozir Sizga sanimatsiya qilmasdim o'zi. Yaxshi, zo'r. hozir endi biz xonaga chiqib, xonani ham bitta obzor qilib beramiz. Shohga mehmonxona yoqdi. Keyingi shartlarga o'tamiz. Keyin yana nimalar aytarkan, cho'ta o'ylab turibman. Hozircha eplasa bo'lyapti. Agar shu video 5000 ta like yig'sa, 5000 ta. Shoh menga 24 soat hop deydi. Nima deysiz shunga? 24 soat qolib deysiz menga. 2000 emas. 5000 ta like yig'sa. 5000 ladmi? Bo'ldi. 5000 ta shu video like yig'sa, Shoh 24 soat menga hop deydi. Ha deydi. Mana. Nuka hozir mana to'g'risi biz ham birinchi marta o'zimiz ko'ryapmiz. O. И mamkit qo'ras. Bitta qilmaydi shoh. Chotga mamkit qilib qo'yiladi. Endi svet yo'qing. Yo, полный тихмализdi. Bo'ldi. Bo'ldi. Nuka Ha, bu sanuzel. sanuzeldan boshlaymiz. Neplохо. Choq kichkina ketdi boshqasiga. Rostdan. Boshqa deb ketdi. Men shuncha pulim ketdi. Maza qilib taco jacuzzi. Siz hali spalni taraf ko'rmadingiz-ku? Spalni taraf normalno. Men jacuzzi o'taman deb keluvdim deyapti. Mana, shoh. Qarang, narsalar zakaz qilsa bo'lardi. Rostdan. Hali shoman. Qo'rqib ketdim. Yo, просто boshlab biz 10 etajdamiz hozir. Mana shikarni olamiz. Qaranglar, mana shikarni. полный zdaniylar yonimizda. O'yani menda qilib qo'yishdi. Faqat tushkunlaringda. Yo, tak, menga yoqdi. Qaysi birida yotibsiz? Ana shu xona meniki bo'ladi, ana shu joy meniki. Bu tarafmi? Bo'ldi. Nima deyman men? Hop deyman faqat. Men bunisiga o'tyapman. Menga yo'q, hatto shu challenge qilaylik. Siz bo'ling faqat. Bo'ldi. Yo. Xonaga joylashib oldik. Xullas bizning televizorimizni, bazaviy narsalar, suv, kofe, choy, холодильник, minibar, keyin shkaf. Shu hamma kerakli narsalarimiz bor, yotishga joy bor. Shunaqa gaplar. Hozir biz shaharga aylanishga chiqamiz. Shohni keyingi jilaniyasini eshitib ko'ramiz. Keyin joyi ham ovqat yeyimga otdi. Hozir tanlaymiz qayerga borishni. Bo'ldi, ovqat problema emas, ovqat. Bu kuningiz restoranga boramiz. Qimmat restoranga. Fast food yeymiz, fast food. Tak, biz molga keldik. Shoh boy aytibotdi, ovqatlangim kelyapti deb. O'shanga McDonald'sdan skidkada burger olib bermoqchi. Yo'q, qanaqa skidkada, qanaqa McDonald's? Хотя бы Albaik bilganlar biladi. Hali g'ish burger bor-ku, g'ish. Lekin o'chirdi kattada uni. O'chirda siz turasiz. Men o'tirib turaman, hop. Hop deyman, nima ham berdim. Olsa olamiz. Ketdi. Keyingi shartni bajarishga yo'l oldik. Lift qopti. Kimdir tuzgan xonasida razmerdan lift degan gap yo'q. Вообще katta lift. Shoh. Xullas nima qilamiz? Hozir ovqatlanishga ketyapmiz. Men bu nima edi? Bu. Oğlum. Başka nasıl vakit oldu lan? Bizani challenge'imizni nasibaki YouTube'da ha, bo'pti. Короче, Biz burası. bu o'z mollarimiz-ku, men uchun buni topsiy bor shuni. Mashina olib berasizmi menga? Nimaligini tushundim. Ulasmi? Qimmat. Nasib YouTube'da hozir. Mana yurang endi, siz ham yuribsiz mana. Hozir uni Max olgan pulimizdan ham qimmatga tushdi. Evingiz-mi? Endi men yo'q deya olmayman. Bo'ldi bo'lsa. Вообще shoh foydalanyapti-yu bunaqa momentlardan. Lekin nepravильно bunaqa qilish. Yo'q, Ketdi olamiz. Men
Yo'q demayman bu videoda. Shuning uchun ketdi olishga, magazinga hozir boramiz. qilish kerak. Mana magazin. Yo'q bu Huawei'ga любой bu bo'ladi, bu yoqda любой magazinda bor. Hamma elektronikada bor. Mana elektronika. Mana men Shohiddan Albaykdan zakaz qildim. O'chirikda ham o'zim turishim kerak. Mana menimcha tayinlashyapti hozir. O'chirikda ham o'zim turaman. Shohga bugun mazza bo'lyapti, вообще mazza bo'lyapti to'g'risi. Shuning uchun keyingi videoda o'rinni almashamiz. Men zakaz beraman, men xohlagan narsamni aytaman, u faqat kop deyish kerak bo'ladi. O'shanda qiziq bo'ladi ko'rasizlar. Hozircha menga shunaqa to'g'ri kelib qopti, men endi o'chirikda turishimni beraman. Mana bizga zakaz qildi. Bitta-bittadan burger, keyin bitta kilogram mamlaka Twister. Steak Cola Zero, ikkita oddiy kola. Yo'qligini mana bu yana kiyinishadimi? Hozir biz albay kiyimiz, keyin bitta chiroyli desertlaymiz, desert. Hali desert ham bo'ladimi? Mayli. Hozircha mayli, nima ham berdik. Xo'p deb sekin yeyveramiz ovqatlarni. Fast food bo'lsa fast food. Uni ham bajardik. Shoh. Aha. Men tushunmayapsizmi nimaligini? Yo'q, gap eshitdi. Faqat menga olib berasiz. Siz o'zingiz olmaysiz. Faqat menga olib berasiz. Mana ham yedim-ku. Yo'q, siz meni qarab turasiz, yeyotganim. Mayli, chetdan yeydim. 13 dirhamga. Menga nima qizig'i bor? 100 gram yetadi-ku, to'g'rimi? 50 gram. Qancha? Mayli, 100 gram yetadi, 100 gram. Yetadimi? Tak, Vыбор ko'p ekan. shoh. Birinchi o'chirib mana bundan Qaysi? Limon bo'lsa limon. Bo'ladimi? Yetadi. Keyin Qaysi bo'ladi? buni olamiz. Bo'ldi. Cheesecake-mi? Uchinchisiga nima qilaylik? Shokoladmi? Shokolad? Matcha ichaylik, matcha. Matchami bo'ldi? Matcha bo'lsa matcha. Davay. O, ana. 100 gram bo'ldimi? Bilmadim, ochdimi ham 300 gram ochdi. Budjetga to'g'ri kelish kerak. Nima? Nimalar solib tashlaylik? Xo'sh. Mana ananas soling. Tepasida mango turibdi. Mana sariqlar nima ekan? Qizil sariqlar. Soling undan. Yo'q emas, chetu. Ma'lum zo'r lekin mana. Yo'q. Ma'lum takoy. Sizga bonusga solaman. Qani? Mana qizildan solingchi. Nima bu? Ikrammi? Ikra soling. Aha. Zo'r. Namchi. Anor. Soling. Tepalarga yarashgan budur soling. Ana zo'r. Shu еще. Yo'q. Bunaqa yeymanmi kim? Nima deb o'ylaysiz? Mana sizga bonus qilib mana bunaqa ham solib beraman, shoh. Siz bilarsiz. Morozni bilan yeymiz. Bir shtuka yeysiz dedi. Zo'r. Sizga ham tashlab bering endi. Siz uchun hammasi mana. Ko'rasiz? Svetsenniy mikstura bo'lyapti-ya. Отравление bo'lib o'lishim xohlasa sizga? Yo'q. To'lasiz Mana shunga. anaqa qilyapman-da. Siz uchun qilyapman hammasini. Ha, конечно. Mana ko'ring endi. Grammi qancha chiqishi bor. Zo'r. Ozgina. Zo'r. Bo'ladimi? Yetadi. Точно? Yetadi. Ha. Thank you. 290. 290. Yo'q, bu $10 mi? Yo'q, bu 295 gram. Aha. Dirhamni Bu почти 300 gram. How much? 37. 37. 37 dirham. $10lik maroj olib berasizda menga, to'g'rimi? Safonov оплатить. Сафонов, оплатить. Naqd bering aka. Ha, cho'tka. Qoshuqlari ham необычныйga. Nega ikkita qoshiq berdi, tushunmadim. Bittasi menga rahmlari keldi-da, bratni. Даже brat tushunayotdilar-da, что buni buncha narsani ikki kishi yeyish kerak-da. Yo'q. Men ham yeyishim kerak. Mashaqasini olib berdi menga. Yo'q, хотя бы shoh. Mashina ikkita oldirmadingiz-da, men ham yegim kelyapti lekin. Muzqaymoq sharti ham bajarildi. To'g'risini aytsam, shoh bilan magazinga kirish opasniy ish bo'lib qoldi. Qaranglar, ana ekan. Dubayskiy shokolad bilan mix qilishibdi, KitKatda-da. Shu yoqib qoldi. Iman tushunmayman hozir nima bo'lishini. Shokoladga olamiz. To'g'ri oling, to'g'ri. Nima qilasiz? Yo'q, insof sayvar aka. Insof kiribdi shohga. Hozir bo'ling.
Menga ham oling bitta endi. Bo'ldi, men ham bitta oldim. Tak, $2,5 ekan. Yomon emas. 9 dirhamda. Da. $2,5. Bitta pochkasi. Kommentariyada yozinglar, bunaqa yeb ko'rganmisizlar, yo'qmi? Yeb ko'rmagan bo'lsanglar, yo'q, yeb ko'rmagan bo'lsanglar 0 dan 100 gacha son o'ylang. O'yladingizmi? Bo'ldi. Yozinglar, shu o'ylagan soni bilan bir xil chiqsa, Shoh o'zi kommentariyani tekshiradi, bitta pochkasini berib yuborasiz. Rozimisiz shunga? 4 pochka olamiz. Bo'ldi, Shoh unda yana bitta olyapti. 4 pochka oldi, bitta pochkani berib yuborasiz. Son necha edi, ayting. Ne aytasiz, hazillashib aytdim. Nu, shuni topgan odamga beramiz, ketdi. 15 million, 14,999. Nima so'rashimni bilyapsizmi hozir? Bilmayman, lekin bu video qo'yilmaydi, buni so'rasangiz agar. Men nima deganimda? Nimaga kelishuvdik siz bilan? Mana $4,000 chiqyapti. Mashina beradi, Matiz haydalgan Matiz beradi. Nima olgan bo'lardinglar? Kommentariyada yozinglar. Shu Segway'mi? Такой необычный yoki Matiz Bestmi? Matiz Best bersa kerak, yo bermaydi. $4,000. Meni qiziqtirmaydi necha pulligi. Zo'r ekan, menga 500 kerak menga. Menga yoqdi bu. Bu video poxodi qo'yilmaydi. Shoh. Mana Shoh magazinlarga kirib olib, o'ziga nimadirlar ko'tarib olyapti. Shoh, lekin bularga men to'lamayman, bunaqa qilmang. Biz nimaga kelishuvdik? Yo, endi tushunaman, endi siz kerak. Bunaqa narsa. Yo, siz endi uydagilaringizga otgan narsani men to'lasam g'alati-ku. Mayli, bittasi men to'layman, bittasi to'laysiz. Qaysi birini men to'layman? Ikkasi ham bir qolagan tanlang. Bo'ldi. Bo'ldi, men shunga xop deyman, men shu magnetikka ovoz men to'lab beraman. Nech pul ekan bu? Bor yo'g'i busi 9 dirham ekan. Где-то $2 ga yaqin bo'ldi. Ikkasini to'lab olavering, vaqtda. Bo'ldi. Hop, $4 to'lab beraman. Ani qo'lingizdagi nima? Bu g'oz kontent kerak. Kontent kerak. Endi так что Endi bunga yo'q deya olmayman, chunki bu kontent kerak. Kalanga narsa kerak emasmi? yo'q, kanalingizda yo'q. Shashmaymiz. Shoh. Antda kanalga ko'rdim. Ish tarafida xullas. Nima qilish kerak? Sotib olish kerakmi buni? Yo'q, sotib olish kerak emas. Borasizda, o'zbekcha qo'shiq qo'yasiz, gromkiy qilib. O'zbekcha? Без проблем. Bluetoothga o'ylaymiz, qo'yib yuboramiz. Shu bluetoothga o'ylab qo'yasiz. Menimcha hozir shu bugungi kunning eng oson zadaniyasi shu bo'ldi. Ham gromkiy qilasiz. Bo'ldi. Tamam, ketdi. Tezroq bo'ling. Qanday so'rayur? Ko'ylaga yarashgan. Kirishlar qo'yamiz. Bo'ldi. Yetdiz bo'ldi. Hozir. Shoh narsa uxlatib ketmoqchi bo'ldi. O'ting, Shoh. Nima uxlatyapsiz, Shoh? Yaxshi emas unaqa. Nima uxlatib chiqib ketyapsiz? Endi bir cho'ntagimga solib qo'ydim. Berishmadi shu. Tekshiring, Tekshirishyapti bizani. Uxlatib ketdi deb o'ylashyapti. Nimadir kassada ani magnetikini yetishmagan, o'shanga hozir problema bo'lyapti. Mana. Well, thank you. Yana tekelayapti. Ha, Shoh. Hisob qiynalmayapti, to'g'risi. Qiynalmayaptimi hisobingiz? Qimmat narsa olib, Toshkentda ochaman. Toshkentda. Rahmat. ketdi. Shuncha pulga tushirdi Shoh meni. Mayli endi nima ham derdik. Hamma narsaga xo'p deyish kerak. Shoh qo'ymadi. Vuppi ham oldirtirdi. Shoh. Qarang-chi, o'zi sekin yuribmiz-da, men shart qo'yaman. 90 ketdi. Mana bu metro bor, o'shandan oshib ketishingiz kerak. Ha, ketdi. Qo'yganmi metro? Qo'yga ketdi. Nima derdi? Xo'p degan eshitdi, ketdi mana. Ketdi. Metro bo'lsa metro. Lekin bu stromda bor bilasiz. Ha, o'zingiz to'laysiz. Mana nima qizig'i bor menga? Mana o'tib ketdi. O'tib ketdingiz. Bu ham bajarildi. Galchik qo'yib Shoh. Xullas, chunta iPhone kelib qoldi. O'zingizda iPhone bormi? Men mashina olgisi kelmayapti. Yo'q. Mana shu Mashinangizda sizda 17-chi, menda 15-chi iPhone. Nima qilamiz? Beringmi sizga? Yo'q, menga yengisi kerak. Nima deyman? Men hozir shunga ham qolib ketib bering. Nima deysiz boshqa? 24 soat qotgani yo'q lekin.
Nima iPhone nima kerak? Shu 17 Pro Max Max kerakmi? Max 256 talik. 256. Da. Tak, подписчиклар nima deysizlar? Shu joyiga o'zinglar ocenka beringlar. Qilayotgan ishi to'g'rimi yo'q? Men gapirib qo'yganman. Bu videoda polni hop deyman deb. Hop deyman bunga. Hop deyman. Lekin 5000 ta like yig'ilsa, mengalim keladi-yu. Videodan o'ziklaymiz 5 metr like yig'ilsa. Mengalim kelsa, tayyor turingda shu iPhone ni qaytarib berishingizga rozimisiz? Sotib olgan iPhone'imni qaytib olib olaman. Yangi oldirtiring. Shuni bering deyman. Shu shart bilan o'ynaymiz. Bo'ldi, mayli. Bo'ldimi? Ketdi unda iPhone. Qaysi ketamiz? iPhone olamiz. iPhone? Da. Chexol ham olib berasiz menga zo'ridan. Anjir chexol. Chexol o'zimnikimi? Ana chexol. Originalmi? Ha, original. Bor. Mana shoxga iPhone oldim. Xuddi o'zi so'raganda 256 17 Pro Max. Yangi mana. Shox. Oh. Tabriklayman. Yangi iPhone bilan. Rahmat. Qalay shox? Zo'r Yoqdimi? ekan. Sveti qalay sveti? Mushnimi? Zo'r. Uyga borganda ochaman. O'rtog'im olib berdi menga deyman oyimga. Ishonishmaydi 100 talik. Ana bo'ldi. Bu nima? Shart bajarildimi yo'q? Shart bajarildi. Keyingi shart. Ovqat yeymiz. Qornim ochdi. Nima ovqat? Sup yeylik, sup yeyish imkoni. Ketdi. Tomog'im og'riyapti. Ketdi, issiq suv ichamiz. Shartni mana hammasini bajaryapman, hammasiga hop deyapman, hammasiga da deyapman. Endi suv ichishga ketamiz. Takoy bitta suv ichamiz. Shu bilan Dubaydagi kunimiz ham oxiriga yetyapti. Shu bilan challenge ham yopsak bo'ladi. Rolexim eskirib qolibdimi? Yo'q, normalnimi? Normal, eskirmaydi. Plus bu original emas-da. Ha. Что думаешь, может, новый оригинальный купить? Hazır. Hazırlashyapman. iPhone o'zi yetib bordi, bitadi. 5 ta barmoq og'izga tiqmaymiz. Shox. Supni deysiz, to'g'rimi? Mana ham sup deysiz, işte mana. Qaynatib ichishga zo'r sup. Nima deysiz? Chiqadigan bo'lsa, oqlicha qilaylik. Normalniy sup ichaylik. Mana eski Dubay mana shunaqa ko'rinishda. Biz aylanib yuribmiz. Mana shox iPhone bilan xursand bo'lib yuribdi. iPhone'ni olib bo'lib, sup ichishga Dubai Mallga yo'lga chiqdik. Syomka qilish esingizga tushmadi, sup ichayotganingizda. Sup ichaman dedingiz. Supgacha endi o'zi hayolam uzildi-da. Qarshi sup. Mana sup ichaman deb turib, supni ichib syomka qilmasdan Endi shu supga berganingizda minnat qilayman menga, shoh. minnat emas bu. Bu challenge bajarilganligim haqida isbot. Video отчетmi bu? Ha, video отчет mana. Men o'zimga mana bunaqa ovqat oldim. Shox sup ichyapti, ichib bo'ldi, lekin videoga nimagadir olmasdan ichib qo'ydi. Bitta sup olganimizda ham endi video olmaymiz, yo'q. Olish kerak. Mana bu ovqatdan ham shox yeyapti. Bunga ham hop deyman, shox yeyavering. Hozir burgizab yeb qo'yaman hozir. Shoh? Oh. Ha, zo'r narsa ekan-a? Bunda zo'r. Magnasmi? Bilaman, ani uchta bo'ladigan anaqada. Naskiy условия. Menga yoqdi. O'tirib bitta uchib berasiz. Voy, men g'alati tushunishadi. Shoh nima deyishingiz kerak menga? Nima uchiraman? Bo'ldi, davay. Bo'ldimi? Go'mi? Go. Oling. Zo'r. Shoh. Shoh. Buni ham olib berishim kerakmi? Yo'q, buni olib shart emas. Накурился, не пались, deydi. Biz nimagadir o'yinchoq do'konga kirdik. Hozir men o'ylayapman, men nimadir cho'tdan ham olib berishim kerak deb o'ylayapman. Lekin hali hech narsa degani yo'q. Yo'q. Insof bor bizda ham. Mana bunaqa o'yinchoqlar bor ekan. Hozir ozgina o'ynaymiz. Keyin chiqib ketamiz ham. Bo'ldi. Yaxshi unda. Unda xursandman. Mana shu yerdan любой bitta krem olasizda, qo'l qilgan buni, qo'lga surasiz. Qo'limga suraman. Ha. Sotib olishimiz kerak. Tak. Bo'ldimi shunda shart bajarilgan bo'ladi? Bajarildi. Mana. Aha. Qanday ekan hali? Shu so'rib bo'lmaydi, o'zini tegilar g'alati qilyapti lekin. Hidi zo'r ekan.
Yaxshi ekan. Mana, surdim. Qo'ldim, faqat o'zim o'ylayman, siz ham o'ylayman, jigarim. Rahmat. Shoh yo'lda apparat ko'rib qolib, svejiy sok ichgisi kelib qoldi. U ana stakanga tashladi. Hozir mana buni siqib beradi. Yozib ham qo'yibdi. Suv qo'shilmaydi, shakar ham qo'shilmaydi. Mana shuni haqiqiy siqilgan suvini hozir to'ldirib berishadi bizga. Qatdan siqildi. Mana. Bitta. Hop. Muz qo'shmaydimi? Коллекционирую свой сок. Что ж, soat 1 bo'ldi. Soat 1 bo'ldi. Shoh menga McDonald'sdan narsa yegim kelyapti dedi. Soat 1da ham yedim, ha. Nima hozir tugaydi shu vaqtim. Yo, bilasizmi, bu anaqa odamga zarar, bu foydali emas. Soat 1da tem bo'ling mana bunaqa kechib-mechiblar Sizlarga bilan. nima deyishingiz kerak? Men xo'p deyishim kerak, lekin men sizni o'ylagan holda aytyapman. Пока siz xo'p deganingizcha hammasini qilib olishim kerak. Bitirib olishim kerak ishlarni. Soat 1da McDonald's zakaz qildirtirdi menga. Mayli, yoqimli ishtaha. Rahmat. Shoh, video shu joyida tugadi. Shu joygacha ko'rganingizga hammaga rahmat. 5000 ta like yig'adi degan umiddaman. Kommentariyada yozib qoldiringlar, mana shu challenjni qaytaringlarmi yo'qmi? Yo'q desanglar men xursandman, to'g'risi. Hammaga rahmat. Keyingi videoda ko'rishguncha.